Ve burgacha, to'ydan to'dalar. Onam nimaga san bu bo'ychani urganingni binningdan chiqara olaman, qarabdi? Juma aka, eslaysizmi? Jo'rabek akam sizni Sinan cho'lib qo'rqituvdi. Ha, qo'rqituvdi. Qarorchi, qas qiyomatga qo'maydi. Borib alamingizni olamiz. Davay. He, burchakdagi bochka bor-ku. Ha. Ana shuni ichiga kira olasiz. Men Jo'rabek akamni jo'nataman, fa deb qo'rqitasiz. Buyur uka. Boring. Mana shu musorda bochkani ichiga to'kib kelar ekan, ustobo aytdilar. Ana ustob aytdilarmi? Aniq, menga ishonmaysizmi? Nima qilyapsan? Yo'q aka, uylar agar bilmagan edim. Menga maydacha aytdi. Ular nima gulomdan o'l markazini ko'tiraman. Ay, nimadan ko'tiraman seni qarab. Menga qo'ying, men chiqmayman, kechiring. Ana nechega ertalab ketib turadi, tushundingmi? Hasan buvichi, tushsam mazamni qo'chiraman. Yana shu kimshakcha shuntakalik qilyaptimi? Voy, ko'nimga dedim, musur boshga kirgizib, ustidan musur to'kib o'tibdi-da. Ha, nima kirasan usur bochkaga? Qayerga kiring deganiga kirarman, qayerdan bilaman dera? Sen ham kesakda, ha? Qayga qarasang shu qo'shiqcha jonga tegib ketdi bor-ku. Mana televizordan ham aytayapti-ku, uyga borsam bular radiodan ham eshitib ketaman. Mana she'rga kelib ketdi, o'ylaydi. O'zi bilasanmi, yemagan qo'shiq. Umuman yoqmaydi menga. Umuman Bobur Mansurov o'qigan. Durdona ham oldi bilingmi? Yo'q, Ha? Ha. Mana bundan hech qilib yo'qdi. Bolalar, ustamisilar? Ha, biz usta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Tinchlikmi? Tiligiman, nima deydi? Tinchlik. Siz ana sanami o'qsana. O'sha, qo'ying. Bitta shu qo'shig'ingizni aytib bering. Sal ishim zarur. Bitta mashinani ko'rib beringlar. Yo'qdan muxlis, boshqacha muxlis biza. Aka, zavodga to'rtburchak muxlis biza sizga. To'rtburchak? Ha. Unaqada shu qo'shiqni mashinada qo'yib beraman. Bo'ladimi? Mayli. Ha, bo'ladi. Bolalar bo'ldimi? Bo'ldi, qilinglar iltimos. Mashinani Bo'ldi qo'yib aka. Bitta tredagi qo'shig'ingizni aytib bering. Qaysini yana? Ha, to'pti. Allohga mo'min deb aytasiz-ku, ana shuni ayting. Nima? Ha, bular kesak. Ana o'ljamiz. Ey bola. Obaga don-donnay biz bilan aravada sayr qilishni xohlamaysanmi? Nega suv to'kib? Bola qani? Bu yerga hindular bormi? Qo'rqmasang-chi bolakay, hindular yo'q. Qanaqasiga qo'rqaman? Men hindular boshlig'iman-ku. Sen bog'larni zeriktirma, men qishloqdan xabar olib kelaman. Ey, bag'ini menga qo'yib berib o'zim bilaman. Men senga ishonaman. Bu nima qilyapsiz? Kuyib ketdi. Xat.
Abinazar Donfik. O'g'limni qaytarib olishligim uchun menga $250 tamom to'laysiz. Sen shuni o'qitay, u qaysi bir ko'ndiradi, dadasini men ko'ndiraman. Pulimiz yo'q-ku, qanday ko'ndirasan? Bitta narsa yashirib qo'yganman, dadasi yo'q deb bo'lib ketadi. Sen yo'q demasang mayli. Men seni o'yladim. Ro'zman. Qancha vaqt ishlab tura olasiz? 15 soat ishlab tura olaman. Sizgacha Meksika chegarasiga yetib olamiz. Yo'qlikka bo'ldi, shunaqa urushlarım bo'ldi. Kunlarim o'tib ketar, qaytmaydiman. Yo'q, Bir kuni shunday ko'chaga chiqsam, mektabgacha turgan ekanda, iPhone'ini bosib yotgan ekan. Esir vaqtimi? Ha, iPhone necha edi? 17 edimi? menimcha 15 edi, u vaqt 17 chiqmagan edi. Ey dada, tez ayamga qaraykansiz, idish tovoqlarni yuvaykansiz, ustalarga ovqat tayyorlaykansiz. Bo'lmasa ayam sizni buddalaykan. Qara, usta ko'ryapsanmi? Inamasam bu ayollar ustunga chiqib oladi. Shunday gazini beraman, inaqsiga ko'rsataman men. Ey dada, bejanjolik turing. Qo'rqatgan joyim yo'q, o'zi ayang gazini beraman, tushundingmi? Yur baqa. Dola, acho'ya kelga. Yo'q, hoji bu sizga nima qilay? Yo'qlikka bu urushga katta bo'lganmiz-ku. Ha. Hozir bu har doim tag'ib turaman, shu tag'ibmasam bu oyoqlarim uyushib qolar, qo'lim uyushmay qoladi. Yo'q, Ha, yangi aytaman, har doim urib turadi meni. Bo'lmasa qo'lim yurishmaydi. Oyoqlarim uyushib qolar meni. Kiravni abitga kechib beribdi-da. Ho'jbo urdi-ku bo'yning singirdi. Ani endi gapirsa rost gapiradi. Bir gapirtiray qani. Ey usta bu, ayam aytibdilar, ishingizda narx-navosini aytaykansiz. Ha, nega sherigim bor? Ana shundan so'ra, men o'z dadamga ishim bor. Jiyanim, bu travertin sohasini ondan ortiq brigadamiz bilan O'zbekiston bo'ylab xizmatlarni qilib kelyapmiz. Narxlari kvadrat metri $12 ga, paskasi $2 dan bo'lyapti. Sifatiga 30 yil 50 yilgacha garantiya beramiz. Bu mahsulotimiz loyda, yomg'ir, qorda juda chidamli, sizga uzoq yil xizmat qilib beradi. Narxini $12 deymi ayamga? Ha. Rahmat. Ey Hojibo, o'tiring qani ikkita gap qilaylik qani. Ha, ular. Bu yoshlikka qanday odam bo'lgansiz? Qishloqdagi eng qo'rqoq men bo'lganman. Yo'q, Armiyaga bo'lmagan meni. Armiyaga bo'lmaganmi? Yo'q-da. Bu yangam qanday? Yangam ko'p hisoblamaydimi? Yangam turaman. Kuchukda uradi, o'lim olib uradi, badalarim ko'garib ketadi. Hayron qolasan. Mana shu so'radi, o'lim deyman, dod deyman. Aya, mani bo'yim past bo'lsa xotinni qanday eplayman? Yoshing o'tib ketyapti. Sen ham uylanishing kerak. Sen tenglar farzandli bo'lgan. Tushunmaysizlar-da mani. Sizmisiz? Ha, men. Men sizga uylanolmayman. Nima? Sen meni hech kim yo'q joyga olib kelib olib, qo'limdan ishlayapsan. Menga tegajog'lik qilyapsan. Uylanmasang ustingdan yozaman, qamadaman, tushundingmi? Bo'ylarim sizga yetmas, dardimni birov bilmas. Men sizga tekkan emas, yozavering, indamayman. Uzr so'ray yetgunicha, fikringizdan qaytgunicha, qo'lingizdan chiqqunimcha, yozavering, indamayman. Bo'yingiz uzun buncha, meniki mana buncha, ko'rinishim
toza rahmni ham keltirib yubording. Seni deb men shahardan keldim. Hatsa bir taksim gaplashib ber. Bor ekansiz-ki, hozir men sizga oddiy taksi emas, yakson taksi chaqirib beraman. Yakson taksi? Uni qanday chaqirsa bo'ladi? Play Marketga kirasiz, yakson taksi ilovasini yuklab olasiz. Programmaning ichiga nomeri bor, zakazni beraverasiz. Qulayliklari juda ko'p. Eng qizig'i, shopirlarni savdolasangiz bo'ladi. Narx-navosini ko'tarib tushsangiz ham bo'ladi. Yuk yetkazib berish xizmati ham bor. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga va Perigon xizmatlari bor. Yakson taksi Toshkent shahar va O'zbekistonning barcha hududlarida ishlaydi. Taksini sizlar chaqirdingizlarmi? Voy, tez kelaykan a? Yuring. Bo'pti jonim. Alo. Taksini pulini bermabsan-ku. Mana beram. Ey, kiyimlar sotilyaptimi? Ertalabdan beri hech narsa ketgan emas. Hech kim olmayapti. Sen kiyimlar kiyim sotishni bilmaysizlar. Joni, dadang uyga yo'qmi? Keyin boraman demasa. Sevaman kusani. Aka bir minut. Korotchi, noyobidan bu. Mana bo'sh kiyimni kiyasiz, absolutni ko'rinmay qolasiz. Sen meni xarib ko'ryapsanmi? Gap isboti bilan, ishonmasangiz kiyib ko'ring. Yadana, qanday kishi? Qani? Yo'q, qanday kishi? Qimmat shapka kiyib qo'shib ketmasinlar. Qo'rqma, u odam mujik odam, unaqa odamlar qochmaydi. Shek qaytasiz-ku? Ko'rinmadimmi? Rostdan ko'rinmadingiz. Necha turadi bu? $100. Aniq ko'rinmadimi? Aniq ko'rinmadingiz. Aniq ko'rinmadi. Ma. Svidaniyaga boraman endi. Ko'rdingmi sotishdi lavak? Mana bundoq sotadi. Lola. Senga Lola kerakmi? Ne yapamam? Nega qarang, ha? Mana bachani ko'rdingizmi shunlarga? Mayda bachchami? Ko'rdim. Qani? Ha, chaqirib ketdi o'zi. Buni qayerdan oldingiz? Mayda bachcha berdi. Nimaga? Bitta narsa sotdim unga. Hayır, o'chib ketyapti u. $2 dollar bo'lma qo'ylar. Ha? Yur qani. Yanga, ana kimshakchaga siz pul berdingizmi? Ha, u kelib marjon sotib ketdi. Men marjon olaman. Marjon nimalar deysizmi? Yo'q, buni jemaydi. Bu qadimda mo'malardan qolgan. Hozir endi hech kimga kerak emas. Men bundan qadimgi taqinchoqlar yasayman. Yo'q, 100 grammini $150 dan sotib olaman. U bola menga bir sandiq sotib ketdi. Aytgancha, meni izlab yurish shart emas. Telefon nomerim bor. Hamma viloyatdan o'zim borib olaman. Siz nima bezovta bo'lyapsiz? Bir sandiq $20,000 sotdi. Sizga nima? Ha, men uni $100 sotdim. Avvela shunchalik ham lavak bo'lasanmi? Gap yoshga emas, gap boshga. Jo'nayni mag'lubiyatgacha qo'limga tushsang maydalayman. Qo'fladim. Ay, naynim kuchli o'ylabman. Ey Gulobja, ha mo'li qatarga baka. Kerak bo'lsa o'zim qaytaribdi, tushundingmi? O'tdan yili yo'q, o'z kelsanglar birovlarni tuzak qilib boqmaya. Sen menga lamassa qilyapsanmi? Hozir men seni gazingni beraman, shoshmay tur. Shuni rasmchangni yasaymi? Mazangni qo'chiraman. Matlab bu. Hamsiyangiz Jumanazar aka bor-ku. Ana shu kecha o'xshab bu xonangizga bitta qizcha olib kelib, achom qilyapti. Kardeşten ne uç çıkmaydı o ya? Ishonmasangiz mana ko'rsataman. Mana rasmi.
İnanmıyorum. Ya buradalayman men. Men chidolmaydim matlab bu. Urum. Men chidolmaydim. Kecha ayolga ishni qilyotgandim. Urum. Ayoqda tishlam. Urum matlab bu. Kurmaman sherga. Matlab bu. O'xsan ayolga ishni qilyotibdi. Menga qara. Qishloqqa yana mana shunaqa ishlarni qilsang bo'lku. Vallahi keyingi chiqmayman. Jo'lim aka. Kurmaman sherga. Tushundingmi? Vallahi. Yo'qmi? Berga. Sen Gülüzcan'ı razga şu qishloqda yo'q qilmasam, otimni jumayga tanishaba qo'yaman. Bu ishlaring mahallamizga zo'r ro'bro olib keladi. O'zi Samarqand bo'yicha eng katta zavodda endi bu to'g'rimi? Bizning Vibrapress zavodimiz O'zbekiston bo'yicha eng yirik zavodlardan biri. Nimagaki, bizda eng oxirgi texnologiyalar, 50 dan ortiq texnikalar hamda katta hajmdagi beton zavodi mavjud. Eng asosiysi, sizning buyurtmangizni biz bir kun ichida tayyorlab bera olamiz. Plitalardan tashqari bizda 400 markagacha bo'lgan suyuq betonlarimiz mavjud. Siz xohlagan hajmda hamda Samarqandning xohlagan nuqtasigacha yetkazib bera olamiz. Mana bag'i zo'r bo'pti. O'rak bu. Ha, Qishloqdagi mayda gulumcha bo'lku. ha. Meni o'tirtirib yuribdi, hamsara gizgizlan marg'im deb o'tirtirib yuribdi-da meni. O rais bu. Ya sen nima shumtakalik qilib yuribsan? Rais bu asab ishonmaysiz. Sizni beda poyangizga jumaga bo'lma yuribdi bada. Ye! O'raga beqiyam yuradi. Vallahi bu. Yuraklar xasta, meni bo'yim pastda. Atding muncha qijim, doirangni chol najim. Men cho'laman yurakdan, eshitinglar yurakdan. Ey, qishlog'imizga borku, shunaqa talantli bolalar borku. Ey, kuchukday talanti bor. Bu bolalarga borku, nechmi tiksangiz o'qlaydi. Komandasini nomi namlangan kesak. Sen maktabga bormaysanmi? Men maktabga bormayman, rais bo'g'ni mollarini boqaman. Bir talantlarini ko'rsatinglar bitta. Men maktabga bormayman, o'qib she'rlar yozmayman, rais bo'g'im mollarini, qonlarini to'qlayman. Hazırlashyapti. Qo'l namoz o'qirasizmi emas? Hazırlashyapti. Siz ayting. Qo'shiqni ichvachchasi. Xotin quluvlarga to'ldi bu dunyo. Xotinni gapini ustun qo'ydi yor. Ota onasidan ustunmi ayol. Ey, to'xta, nima demoqchi bo'lyapsan? Kimni xotin quli demoqchi bo'lyapsan bu ganglar? Xotin quli deb nima demoqchi bo'lyapsan bu ganglar? Rais bo'g'im, men sizni nazorat tutganim emas. Men borku. Unday deb o'ylamanglar meni, tushunyapsizmi? Sen cholqani sen? Ey, cho'lmayman men. Nimaga solmaysiz? Ha, pul qistirmayapti-ku. Aka, o'z pullaringiz bormi? Haqiqat o'z pulingiz bormi? Pullar muammo yo'q. O'zi siz qayerdan pul ishlaysiz? Men Chicago tariklaridan sotaman. Yo'q, buni qanday xususiyatlari bor? Chicago tariklarining xususiyati shundan iboratki, yumshoq va havo o'tkazuvchi materialdan tayyorlangan bo'lib, terini qizarish va allergiyadan himoya qilish uchun gipoallergenik material qoplangan bo'ladi. Suyuqlikni tez so'rib oladi va quruqlikni uzoq vaqt saqlaydi. Bolalar harakatga tez moslashadi va qorinchasini siqib qo'ymaydi. So'ragan lekin menga ham hanov pullar yana bormi sizga? Bizda pullar muammo yo'q. Nayzan gül kilmadın, mollaga su vermadın, inanlıkka kesitsan, paşamba kun kilmadın. Sizmisiz? Ha, men. Men modelman. Sizda bu turishingiz cho'ponga o'xshayapti. Короче, damizdan men ketdim. Endi nima qilamiz? Shu qizga uylanmasam o'zi qaytib bo'lib boqmayman. Qishloqqa bolaga tegmayman demang, shahardan qishloqqa bormayman demang, mollarini, qo'ylarini boqmayman demang. Qaytmaydi fikridan juma, qaytmaydi. Bahorda ishlari yurib ketadi, uzum mayizi to'lib ketadi, cho'ntagi pullarga to'lib ketadi. Qaytmaydi fikridan juma. Egnidan bak boy xitga
Bo'lmadimi aka? Ya bo'lmadi. Qimqacha mollarim ham bor derman, ko'ylarim ham bor dedim, ko'nmadi. Nima qilay aka? Bo'lmasa bitta yo'li bor. Qanaqa yo'li? Yuring boqqa. Shirina. Mana ular sizga olib keldi. Sovg'alarni ko'pini ko'rganman, menga kerak emas. Nozlanmang, buni bitta ichini ochib ko'ring. Qani ichiga nima bor ekan? Uf. Men seni o'yladim. Voy. Ana ertaga obeddan keyin zaksga o'tishga boraylik. Yes! Mabul sizga. Rahmat. Sizlarga savol. Qutini ichiga nima bordi? Yoshlar baxtli bo'lsin. Hamshar barasini maqtavratdi menga. Nimaga? Ailishda morga 7 o'tdi. Hali shoshmay tursin morga men 7 olaman. Keyin nima qilasiz? Keyin morga 2 tubat o'qitib beraylik. Bo'lmasa zo'r ekan-ku. Seni bitta imtihon qilib ko'ramiz. Mayli. Senga savol. U quruqlikka ham yashaydi, suvlikka ham yashaydi. Boshi qur, oxiri baqa. Bu nima? Toshbaqami? Qul bo'laylar. Bu turishingga ikkita tug'otgan emas, bitta qisir ham tegmaydi. Ey mol! O'tma berga o'tindi toshi. Otam meni maqtayaptilar. Mol desa maqtagan bo'ladimi? Ha, o'g'lim kuchuk deydilar. Ey, nimaga Jumanazarda otasi urushadi? U o'zi lavakda. Boqqa yo'l topib kela olmaydi. Har kun o'zi kelyapti-ku. Ha, otasi molni qo'yib borar, mollar orqasidan keladi u lavak. Yo'q, Hey Juma, butun qishloq seni lavak deydi. Hakmacha borku, ash meni kessak deydi. Mani qara, qishloqda 40 ta qo'yini boqaman. Soqqani soqqaga urayman. Yo'q, Yaqinga Toshkentning sentridan Tekstil Group qurilish kompaniyasidan dom olaman. 1-iyul kuni ochilish marosimi bo'lar ekan. Boshlang'ich to'lovsiz bitta pasport evaziga olmish oyiga 5 million 6 milliondan to'lab xonadon xarid qilsangiz bo'ladi. Men eshitdan dom olaman. Yo'q, Ha? Inanmang bir o'tanglik bo'ldi seni. Qarayim bu. Nima urapsiz? Bu enangni emgurga otadi o'qing aytalar men pul topib kelaman dedi. Bunga insof berdi deb o'ylabman-da. Iloyim men ishim olmadini bersin desam, obeddan keyin shart sotib beribdi-da. Berga enangni emgur. O'zi hakim bu to'g'ri aytibdi-da. Chindan ham kessak ekansan.